Gentra minib qizlarga yoqqanda Labo minib oila boqqan yaxshi aka. Har qanday katta bolalarni moslasi mana shu Labo. Aka nima aksiya qilyapsiz obunachingizga? Har bir obunachimizga kelgan mijozimizga o'yinda ishtirok etadi. 50 dollar, 100 dollar olib ketishi mumkin. Mana shu pullarni olib ketadi hozir. Albatta. Siz shu Laboda egasiz. Qanaqa qilib o'tkazasiz buni? Bizda tunuka qo'ydiradi, xohlagan mahsulotlarimizdan qo'ydirgandan keyin o'yinimizda ishtirok etadi. 50 dollar, 100 dollar orasiga solib aralashtirib yuboramiz. Bir raqam aytadi, shu raqamdagi chiqqan pul mukofotini sovg'a sifatida beramiz. Necha raqam aytasiz aka? 27 bo'ladi. 27 bo'lsa, pulni aralashtirib yuboring aka. Ketdi. Mana 50 dollar, 100 dollar ko'zini oldida aralashtirib yuboryapmiz. Bitta o'zi aralashtirsinmi? Ha, bo'laveradi u ham. O'zini qo'lga bering, aralashtiring aka. Pulga qarang, endi ko'z yumib turib aralashtirasiz ham. Bo'ldi, mashinadan sanasin. Mana aka. 27-chi chiqqan pul hozir shu klientingizning hadyasi bo'ladi. Yana bitta aytish mumkin. Yana bitta imkon aytib, yana bitta raqam ayting. 27 dan baland. 71. Bo'laverami? 71. 27 ga 71. Mana shu tomondan sanasam ma'qulmi? Sanaveradi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 deydik ha. 50 dollar 19 deydik. 20 21 22 23 24 25 26 27. 27. Bo'lmaysa bitti. 3-oydan davom etadi 71 bir. Albatta. 71 ketdi. 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41. Voy voy 42 43 43 44 45 46 47 48 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 dedingiz a? Ha, 71. Qutlug' bo'lsin. Akalar, shunchaki Olimxon akam tomonidan bu hadya. Siz oshiqcha xizmatdan qo'shimcha pul qo'shilmaydi. Shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, kimga uchraydi? Usta Laboga. Mashalloh. Akalar pastga atay qo'ydirasiz, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Aka, g'alaba muborak bo'lsin. Bo'ldi, rahmat. Yaxshi kunlar xizmat qilsin.